Assalomu alaykum. Bizni plyugimiz hozircha mana shu holatda, mana shu jarayonda turibdi. Bu pauza qilib qo'yganmiz. Sabab mana olib kelgan instrumentimizni montaj qilib olishimiz kerak. Shuning orqasidan hozir biz mana oyoq tagiga e'tibor bermaymiz. Bu bir o'zimiz uspet ham qilmayapmiz. 3 korpusli Belarus 82 ga Zahvat 120 lik. 60% ishi bo'lgan. Hozir bu plazma apparatimizni o'rnashtirib olsak, buni yangi olib keldik. Rabochi bo'lsam, kam ishlagan, 1 oy 2 oy ishlagan. Bu kompressori, narigi burchakda yotgan motori. Bu kompressori quvvati yetmas ekan. Mana bu kompressorimizga bachok. Qolgan narsalarni ham olib kelganmiz. Mana sekin sabrat qilish, ya'nida yig'ish jarayoni ketyapti hozircha bizda. Shuning hisobidan biz yangilik chiqaza olmayapmiz.